Yana bir bola. Bu bola juda ham mashhurlikka qiziqar edi. Shuning uchun qisqa videolarni bachkana qilib internetga joylar edi. Bu bolaning qariya onasi bu ishdan qaytarishga urinardi, ammo bolakay bunga quloq solmas edi. Kunlarning biri haligi bola o'zining yashash joyining baland tomida videolar olardi, turli xil raqslar tushardi, bachkanaliklar qilardi. O'zini videoga olayotgan paytida orqasida bir nimani sezdi, hayron bo'ldi. Bir kishi gapira boshladi. Qariya otaxon: "Bolam, tilaging nima? Tilagingni ayt, menda sehrli quticha bor" dedi. Hamda kulib qo'ydi. U qutisini ko'rsatib: "Qani, bo'la qol, bolakay, tilagingni ayt, sen xohlagan tilagingni amalga oshiraman" dedi. Haligi bolakay o'ylana, "Ha, men juda ham mashhur bo'lib ketishni xohlayman. Meni hamma tanisin." Haligi kishi albatta deb yutini chaqnatdi hamda kulib qo'ydi. Kunlarning birida haligi bola yana o'sha bachkana videolarini olayotganda oyog'i oqsab, binodan qulab ketdi. Hamda yerga shunaqangi zarb bilan tushdiki, u o'sha yerda vafot etdi. Hamda bu bola yiqilgan joyga turli xil jurnalist hamda militsiya xodimlari bosib ketdi. Hamda bu bolaning rasmi gazetalarda aylana boshladi. Bu bola butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi, hayoti evaziga.